Hurmatli aka-ukalar, hurmatli obunachilar, buqa ishqibozlari. Yana sizlarga Jasur akamizning xonadonidan, xudo xolasa 3 bosh buqabor sotiladigan. Kim esida bo'lsa, bundan taxminan 1-2 oy oldinda aka, shu xonadondan, shu joydan video syomka qilib qo'ygan buqalarimiz nihoyatda tez sotilib ketgan. Sababi akalarimiz narx-navoni xudo xolasa olib foyda qiladigan qilib bozordan oz-moz arzon qilib berishadi. Albatta bir kelib ko'rib ustida xarid qilsanglar, o'zingizlar ham bir guvoh bo'lasizlar. Ko'ringlar, bu safar ham 3 dona buqa bor. Ayniqsa mana kattasi 400 kg atrofida keladigan, deyarli ola go'sht deymiz, shunaqa variantda mana ko'ringlar. Tabiiy holatda shunchaki boricha ko'rsatib qo'yapman mana. Bunaqa bir o'tirib olib yo boshqa qilib pastdan video syomka bo'lgan yo'q. Buqalar o'zi haqiqatda katta, kichkina narsalar emas. Aka-ukalar, biz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Madiyarcha qishlog'ida aytib o'tganimdek, Jasur akamizning xonadonidamiz. 3 dona buqa va 1 dona xunojim bor ekan. Bu safar ham keldi-yu ketdi bo'lib, xudo xolasa videolarimiz tezroq effekt berish uchun bir donadan bir like bosib qo'ysanglar, buqa oladigan xonadondan bunaqa arzon joydan olib boqib foyda qiladigan aka-ukalarimizga bir foyda qilib qo'ygan bo'lamiz. Bir-birimizga bir nafimiz tekkan bo'ladi shunda. Xo'p, videoni uzoq cho'zmaymiz. 3-4 daqiqalik qisqa lo'nda qilib beramiz. Yaxshilab ko'rib olinglar. Xo'p, mana ko'ringlar holatini. Mana shu buqa ham bo'yinlari uzun. Suyaklari yirik. Ortiqcha maqtamoqchi emasman, lekin buqani kelajagi borligi shunday bilinib turibdi o'zi. Mana bu oldi taraflari ham kuchli, orqa taraflari ham, oyoqlari ham ingichka bir xunuk narsa emas-da, uzunligi ham joyida buqani. Faqat aybi biroz parvarish kerak xolos bunga. Endi mana buqani ko'ringlar mana. Buqa o'zi silliqlanib qolgan, yaltirab qolgan. Orqalarini ham ko'rasizlar hozir. Toshkent paroda deb qo'yamiz, shunaqa variantida bu. Ko'ringlar. Kimga nasib qilsa ham xudo xolasa albatta bir foydali bo'ladi. Olib boqib foyda qilasiz albatta mana. Oyoqlariga bitta e'tibor qilib qo'yasizlar. Yo'g'on narsa. Agar mana shu holatiga, mana shu bo'lsa, semental bo'lgandan keyin to'g'risi ancha qimmat bo'lib ketardi. Ko'ryapsiz, lekin korpus sementalga yaqin, unaqa ingichka bir xunuk narsalar emas. Bunisi 400 kg atrofida keladigan bir katta yirik buqa. Ozgina boqasiz, deyarli go'sht. Aka, nima qilamiz endi? Bu kattadan boshlaymiz narxini. Bu safar ham yumshoq qilib ayting aka, bugun o'zi sotib yuboraylik bu qoladi. Bozorlarni ham ko'rib turibsiz, xudo xolasa, hamma yo'qdan xabardormiz. Maqsad sotish? Maqsad sotish aka-ukalar. Pul zarur, shuning uchun sotilyapti. Ayting, kattaga yaqin qilib ayting. Bunisiga 28 million baho aytamiz. Mana shunisiga 28 million so'm, kami ham bor. Ha, kami bor. Xo'p, buni olasiga 24 million so'm baho aytamiz. Bunga hamcha xayri bor. 24 million so'm bunisiga ham kami bor. Lekin mana shuni tavsiya qilaman. Shuni kelib ko'rib 6 oylik, ha? 6 oylik bo'zak. 6 oylik bo'zak deyapti mana, ko'ringlar. Chunki bu buzoqligida qayerdan olganini ham biladi-da, buni qayerdan onasini ham ko'rishgan. Onasi shu yerda. Mahallamizda, o'zimizning mahallada 30 litr sut beradigan katta sigirni bolasi bu. Tarixi bor-da, xullas buqani. Qayerda tug'ilgan, nima bo'lgan, hamma narsasi ma'lumoti ma'lum. Mana shu buzoq tavsiya qilaman, kimga bo'lsa ham. Xo'p, bunisigachi? Bunisini 23 millioncha xayrni beramiz. 23 million so'm? Ha, ozgina xayri bor buni. Yo'q. 23 million so'm kami bor. Hech kim aytganiga sotgan emas. Egasini oldida ham aytaveraman. Buni ham qoni toza. Buni ham qoni toza, bilinib turibdi o'zi, yo'g'on. Yo'g'on molligi yaxshi bilinib turibdi. Mol unaqa ingichka orqa ketib past narsa emas ekan. Yaxshi mol ekan. Bu yerga maqtangani kelmaganman aka-ukalar, faqat bor narsani bor aytib qo'yish kerak-da. Ozgina parvarish qilasiz, shu ham mana bu ola buzoqqa o'xshab e'tiboshiga sal nima bo'lib, mana eski yunglar to'kilib, yoltirab qolgandan keyin buqani o'zi tanimay qoladigan darajada o'zgarib ketadi bu mol. Olib foyda qilasiz xullas. Aka, uchalasini olsa, dastavkasini qayergacha qilib beramiz? Andijon bo'yicha. Andijon bo'yicha. Andijon bo'yicha bekarga o'ylanmaysizlar. Ash pul ichida, hech qanaqa ortiqcha to'lov qilinmaydi. Andijon bo'ylab o'zlari uchalasini oladigan bo'lsangiz, uyingizga yetkazib olib borib, oxirisiga shunaqa qilib baylab beriladi. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa ham aloqaga chiqaveringlar. Ishongan odamingizni yuborasiz shu yerga, xudo xolasa, kelib ko'rsin ustida buqalar yoqadigan, olib foyda qiladigan, boqib foyda qiladigan. Kelib aloqaga chiqaversa, xudo xolasa albatta ishinglar bitadi. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Instagram va YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlar uchun shunaqa joylardan foydali ma'lumotlar uzatishga davom etamiz.